Assalomu alaykum qadrdonlar. Bugun 6-sentyabr 2025-yil. Xonobodda boshlagan ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu xonadonimizga 22 ta 25 ta non sig'adigan tandirimiz bo'ldi. Yoniga ozgina savat qo'ygani joy qilib berganmiz. Tandirning yoniga 60 litrlik hamda 22 litrlik qozonlarimiz bo'lgan. 2 metrlik zakatovoshniy stol qilib berganmiz. Tandirlarimizni yoqqanmiz, o'choqlarimizni sinab tekshirib beramiz tortishlarini. Xudo xolasa xotirjam zo'r tortyapti tandirlarimiz ham. O'choqlarimiz tortishi. Xudo xolasa tutun tugul tashqaridagi changni ham olib kelib ketadi. Pastdan ham tekshirib beramiz. Tortishlari zo'r. Ishlarimiz erkilmas tekis holatda bo'lgan. Xohlagan stillarda bitkizib beramiz, ishlarda aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Telefon raqamlarimiz 97 063 97 97 nomerdamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Ishinglarda xudo xolasa sifatli zo'r qilib bitib beramiz.